Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz eng yaxshi startap g'oyasi tanlovi o'tkazilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Eng yaxshi startap g'oyasi tanlovi o'tkaziladi. Startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan bosqichma-bosqich o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilari hamda umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining 9-11 sinf o'quvchilari uchun har oyda kamida 2 marotaba startap g'oyalarini yaratishga o'rgatuvchi mohirlik va biznes soati tadbirlari o'tkazilishi yo'lga qo'yiladi. Bunda o'quvchilar o'rtasida eng yaxshi startap g'oyasi tanlovi o'tkaziladi. Tuman darajasidagi g'oliblarga 5 million so'mgacha, viloyat darajasida 10 million so'mgacha miqdorda mukofot beriladi. Loyihalar har chorakda o'quvchilarning ota-onalari, biznes va ilmiy hamjamiyat vakillariga taqdimot qilinadi. Marketplace'lar bilan hamkorlik o'rnatib, ta'lim tashkilotlarida yaratilgan mahsulotlarni sotish yo'lga qo'yiladi. 2026-yil 1-aprelda muammo va masalalarni crowdsourcing asosida hal qilishning quyidagi tizimi joriy etiladi. Davlat organlari, tashkilotlari va davlat ishtirokidagi korxonalar o'z sohasidagi yechim talab qilayotgan muammo va masalalar bo'yicha crowdsourcing elektron platformasida e'lon joylashtirib, tanlov tashkil qiladi. Har oyda startap tashabbuskorlari bilan uchrashuvlar, startap kuni o'tkaziladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.